xalq hayoti bo'lmish. Xush ul kishi kim adil sifoti bo'lmish. Ham mulk bila adil jihoti bo'lmish. Ham adil bila mulk saboti bo'lmish. Nechkim erur adil shahlar g'azib, erur ham gadoko haqlar g'azib, shahikim adolatdir oning ishi, teng ermas anga shohlardan kishi. Qolgan kishi kasbi ilmdan zahmat aro, fiqh o'rgansin say il ul mehnat aro, ilm ichra sharaf fiqhda bil nisbat aro, kim sarvar erur faqh bu ummat aro. Kecha kelgumdir debon ulsal gulro kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi, lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor, keldi jon og'zimga u ul sho'xibat xo kelmadi.